Hürmetli vatandaş bugünkü leksiyalarımız leksiyeli sırğa jiruz Washington'da sözleyimiz bugünkü islağı 2025 yıl 2. ayının 24. günü hepteki Düşenbe vatandaş. Bugünkü vaziyetin esak bir kelime. Amerika Koşmuş Ştatları Prezident Donald Trump biz Panama kanalını Panama'ya bergendik. Cüngo'ya bergen emas, yoki Cüngo'ya ötkizib bergen emas. Bu kanalni biz yoki kanalni boshqarish huquqini qaytirib olamiz deb ko'rsatdi vatandaş. Bugungi so'zlaydigan leksiyalarimizning mavzulari tuvandagidek, araliqda men sizlarga aytib berolmayotgan bir mavzu bor edi. Shuningga loyiq bir xabar kelibdi. Şunu bugün sizlerge sözleyimiz vatandaşları. Mavzusu mundak. Hazır Xi Jinping çişlerini koçorlatıp vahşileşmeye başladı. Çünkü Kompartiyası zapas kısımları her bir haletke öttü. Mavzulu xabar 2. ayının 23. günü Cungo'ya nazara torbeti ilan kılındı xabar. Mundaq başlandı. Bu makalının bir kısmında Saudi Arabistan söhbeti, Amerika-Rusya söhbeti de muz yeriş seferi bulup kaldı. Rusya, Beijing bilen arılık saklaşının tüncü kıdemine bastı. Mavzusu aslında mundaq görüştürüldü vatandaş. Yuan Hongbin, bu kişi kanunsünasıymışla Avustralya'da yaşaydıkken Xitay kişi. Yuan Hongbin tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Buningdan sal burun Saudiya Arabistonda o'tkazilgan Amerika va Rossiya Federatsiyasi ikki davlatning yuqori darajali suhbati yo'l tuzlab Aylıxonga, Yo'lsarixonga deb yo'l tutib, yan ishchida savdo qilib, har ikki taraf strategik maqsadiga yetgan bir suhbatdir. Bu yig'inda muhim mavzu qarmoqqa Rossiya va Ukraina urushini oxirlashtirish. Amaliyotda bo'lsa, Amerika-Rossiya ikki davlat munosabatining muzayirish safaridir. Yig'indan keyin yoki suhbat yig'inidan keyin to'rt turlik masala bo'yicha ikki taraf kelishim hosil qildi. Lekin mening qarashimcha deydi Yuan Hongbin, bu kelishimning ichida faqat bir kelishim bor. U bo'lsa-mu Amerika va Rossiya birlashib geopolitik siyosatni, ya'ni rayon xarakterlik siyosatni va iqtisodiy hamkorlikni qo'zg'atadi. Ya'ni bu Amerika-Rossiya birlashib geopolitik siyosatning va iqtisodiy hamkorlikning pardasini ochadi deganlikdir. Bu hamkorlikning tug'uchi nihoyat aniqki, Amerika eğer tehdit deb hisoblagan tehdit manbalik Beijing siyosiy hokimiyatiga qartilgan. Demek Saudiya Arabiston yig'ini ochildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajalik amaldorlari bilan Rossiya Federatsiyasining yuqori darajalik amaldorlari o'rtada bu ikki davlatning yuqori darajalik amaldorlari to'rt turlik mavzu bo'yicha kelishim imzoladi. Buning ichida eng muhimi deydi. Hozir Yuan Hongbin degan odam eng muhimi deydi, Amerika Qo'shma Shtatlari hozir birlikda birlashib geopolitik siyosatni qo'zg'atdi.
balki birlashib, hamkorlashib, geopolitik siyoset bo'yicha harakat qiladi. Yoki bu harakatning tig'uvchi nishoni Jungo Kompartiyasiga qartiladi deydi vatandosh. Bu qatimki Saudiya Arabistonida o'tkazilgan Amerika Qo'shma Shtatlar Rossiya Federatsiyasining yig'ini. Buni yana bugun mushunchalik anglaysiz, bundan keyin yetib kelayotgan mavzular asosida biz buni tahlil qilib, endi balki oxirgi maqsadga yetishimiz mumkin vatandosh. Bu yig'inning maqsadi yoki buning ichidagi bir turlik mavzu Jungo Kompartiyasi siyosiy hokimiyatga qartilgan. 2-ayning 14-kun chaqirilgan Myunxen xalqaro bexatarlik yig'inida Amerikaning muavin prezidenti Vance, davlat mudofaa ministri Pat Hages o'xshashli aniqlab shunday ko'rsatdi. Nemishqa Amerika shuncha oldirab, Rossiya Ukraina urushini oxirlashtirmoqchi bo'ldi. Asosiy maqsad shu ediki, Amerikaning davlat kuchini va bu davlatning diqqat e'tiborini Yevropadan Osiyoga yetkazish. Demak, Ukraina Rossiya urushini oxirlashtirish Amerikaning davlat kuchini va bu davlatning diqqat e'tiborini Osiyo Tinch okean rayoniga yetkazish. Osiyo Tinch okean rayoniga yetkazish va Tayvan bo'g'oziga yetkazish. Shunda balki Amerika davlat mudofaa ministri Myunxen xalqaro bexatarlik yig'in nutq so'zlaganda uchoq qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Amerikaning dushmani. Balki bundan burun Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Marco Rubio yana ayni qilib mundaq ko'rsatgan edi. Jungo Kompartiyasi navbatda Amerika eg'ar tahdiddir. Bu fikrlarning hammasi shuni tushuntirib beridiki, o nima? O bo'lsa Amerikaning Rossiya Ukraina urushini tez oxirlashtirishining sababidir. Dushmanidir, tahdiddir. Mush fikrlarning hammasi yig'ib kelsangiz, buning sababi nima? Buning sababi Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukraina Rossiya urushini tez oxirlashtirishdan iborat sababdir. Shundaqla Jungo Kompartiyasining shiddatli tahdidini tunib elishning sababidir. Urushni oxirlashtirish bugun Jungo Kompartiyasi kim degan mushu mavzuda uning tahdidini va uning dushman ekanligini tunib elish dal barliq yuqori so'z va mushu deyilayotgan gaplarning hammasi sababidir. Shundoq Amerika Rossiya Ukraina urushini oxirlashtirishni maqsad qilish strategik siyosat tushunchasi aniq ekan, Rossiya allaqachon o'choq harakat qilib Amerika tarafga yenib kelish qadamini tezlatdi. Bu faktlar shuni ko'rsatdiki, Rossiya Federatsiyasi Jungo bilan orliq saqlashning tunji qadamini bosdi. Jungodan nari turishning Rossiya Federatsiyasi tunji qadamini bosdi. Umumiylikdan qaraganda Rossiya Amerika bilan billa oldiga qarab mengishni va mangadiganligini ifodaladi. Amerikaning Ukraina urushini oxirlashtirishiga moslashdi Rossiya Federatsiyasi va Amerikaning Ukraina urushidan qutulib chiqishiga yordamlashdi Rossiya Federatsiyasi va Amerikaning strategik siyosat nuqtasidan Jungo Kompartiyasi hukmronligining ta'siri ostida turayotgan Osiyo Tinch okean rayoniga yetkilishiga yordamlashdi. Demak, 3 yordamda bir moslashdi, 3 yordam. Bugun Rossiya Federatsiyasi Rossiya Ukraina urush masalasi bo'yicha Amerikaga 3 ta yordam yoki bir da moslashish bilan ifoda topdi va shundoq ifodasini amaliy qadamini tunchi bo'lib bosdi. Masala Jungodan yiroq turish. Bu bugungi masalaning mohiyatidir. Undaqda Jungo tashqi ishlar ministri Wang Yi nemishqa Rossiya Amerika hosil qilgan kelishimlarni qo'llaymiz deb ifoda bildirdi. Ma oxir obrazda o'qish qaranglar, ifoda bildirdi. U bo'lsa-mu chi to'kilib ketganda
tökülüp ketken kişini kan bilen bile jutuvilip derdine işte biliş digenlikte. Cumhuriyet Tashqi ishlar ministri Wang Yi Janubiy Afrika yig'inida shundoq dedi. Bu qatim Saudiya Arabistonda Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlar o'rtasida kelishgan kelishimni va to'xtamni qo'llaymiz dedi. Qo'llaymiz dedi degan so'zning ma'nosi og'izda to'kilib ketgan kishini qon bilan yutib etib dardini ichida bilish deganlikdir deydi vatandosh. Yana bir endi tez xabar. Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga loyiha yo'llab, Rossiya va Ukraina urushini tez oxirlashtirmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 2-ayning 23-kuni Tayvan markaziy agentligida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukraina va Yevropa ittifoqiga qarab qo'ymaydi. Bugun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik komitetiga va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'iniga loyiha yo'llab, Rossiya Ukraina urushini tez oxirlashtirmoqchi bo'ldi. Lekin territoriya masalasini eg'izga olmadi. Va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning krizisni qattiq bir taraf qilishining dastlabki sinoqlarida. Fransiya agentlik xabar qilib, bunday ko'rsatdi. 3 yil burun Rossiya armiyasi Ukrainaga kirgandan beri Birlashgan Davlatlar Tashkilotining huquq muvozanati aniq bo'lib keldi. Butkul a'zo davlatlarga vakillik qiladigan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'ini aniq va hammani besib tushadigan ahvolga tayin Ukrainaning egilik huquqini qo'llab keldi. 15 davlatdan tashkillangan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bexatarlik doimiy komiteti Rossiyaning inkor qilish huquqini ishlatish bilan parallich o'ringa tushib qoldi. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Oqsaroyga kirgandan keyin diplomatik tashqi siyosatda zo'r o'zgarish yuz berdi. Hamda Kreml saroyi bilan oshkora uchrashishni boshladi. Ve Ukrayna prezidenti Zelenskiyni mustabid deb atadi. Bunday ciddi diplomatik vaziyat aslida Ukrayna ve başka bir neçe devlet Rossiya armiyasi Ukrayna kirgan to'liq 3 yil to'shgan bu kunda umumiy yig'inga bir parcha loyiha topshirib, urushni bu yil, mush yil oxirlashtirishni kechiktirgili bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inining talablarini ochiq sharhladi. Rossiya Ukraina qaratgan dushmanlik harakatini darhol to'xtatish kerak. Hamda darhol askar chekindirishi kerak deyildi. Amerika bugun kuchli Birlashgan Davlatlar Tashkilotida, ya'ni Washingtonda 21-kuni 2-ayning raqobat xarakterli tuzgan bir parcha loyihani o'tirib qo'ydi. 21-kun tuzilgan Amerikaning loyihasi bugun yoki 23-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tirib qo'yildi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar katibi Marko Rubio 21-kuni bu loyihaning oddiy, lekin tarixiy ahamiyatga egaligi to'g'risida to'xtalib, a'zo davlatlarning bu loyihani tasdiqlashiga haydakchilik qildi. Amerikaning loyihasida Ukrainaning zamin territoriyasi masalasi tilga ilinmadi. Territoriya butunligi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inining buningdan burun ma'qullagan qonunning asosi edi. Sobiq prezident Joe Biden hukumati bu qarorni qattiq qo'llagan taraflarning biri edi. Amerika Qo'shma Shtatlari vakillari umiki qaror loyihani bexatarlik komitetiga topshirishni planlayotdi. Ya'ni 23-kuni. Ovoz berish bugun tushdan keyin soat 3 da o'tkaziladi.